5,5 millionga egiz qo'y ko'rganmiz akalar. 5,5 millionga mana. Bolalar qo'chqor sog'liq akalar, sog'liq ham emas. Onasi ham akalar, xudo xolasa yaxshi narsa ekan. Ikkita qo'ydi boqqanda janovar. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y va chorva ishqibozlari. Bo'g'oz qo'ydi pullar ona bola olaman degan akalarimizga bugun akalar narxlarda xudo xolasa arzon joyiga, optim joyiga yetib kelganmiz. Videomizni boshidan akalar qo'llab-quvvatlab chiroyli kommentariyalar yozib akalar, faqat qo'y chiqargan odam emas, blogerda ham ozgina endi xursand qilib chiroyli kommentariy yozib qo'yasiz degan umiddamiz. Bugun akalar xudo xolasa Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qumari qishlog'iga o'sha arzonchi, optimchi akamizning qo'ralaridamiz. Ya'ni-da o'sha videoni boshida ko'rgan akamizni, Akbarjon akamizni qo'ralaridamiz. Avvalambor assalomu alaykum hojibo, hojonalarimizga, hoji akalarimizga. Aytamiz, video boshidan shoshish yo'q, xotirjamlik bilan, chiroylilik bilan boshlaymiz. Yangi yillar, yangi qadamlar hammaga qutlug' kelsin. Har doim aytamiz, yangi yillarda yangi rebillar bo'ladi yo boshqa. Xudo xolasa o'sha aytganingizga kommentariyaga otangga rahmat yozib o'tish esdan chiqmasin birinchi o'rinda. Nima deydi? Xalq ichida duoda yuraylik, siz ham men ham. Faqat hojibolar duo qilib o'tirsinlar, yetadi shu. Barakasini bersin inshaalloh. Aka, o'tgan safar videomizda obunachdan sabab bo'ldi aka sizdan. O'zingiz ham bildingiz. Narxni qimmat qo'yibsan deyishdi aka. Bugun endi o'sha aybni yumasangiz iloji yo'q aka. Bugun ayb hali aytaman-ku, chiroyli qo'llari bilan akalarimiz bor, hojibolarimiz bor, lekin negativni yozgan akamlarga ham qo'yib beraman bugun. Negativ yozib turib, narx qimmat degan akamlarga ham qo'yib beraman. Omaddan men xafa bo'ladigan darajada chiqarib beraman. Bugun aka bo'g'oz qo'yni narxini ona bola chiqarib beramiz. Yozganda qimmat degan so'zni eslardan chiqarib pulni topolmaydigan darajada chiqarib beraman. Gap yo'q. Aka, birinchi partiyamizga soni nechta? Sonlari birinchi partiyamizga 8 dona qo'yimizmi? 8 dona. Birinchi tug'ishda hammasi. 6 tug'ishni boshlagan. Tug'ishni boshladi oldin. Oldi akalar, uni qo'chqorchi tuqqanda ham aka. Qo'chqorning bolasi? Bolasi mana. Bugun tug'dimi aka buni? Janavar, yo'l cho'yilgan. Siz bilan gaplashganimizdan keyin ertalabga bu yangilik qilib berdim. Bugunmi kechagi qo'zimi bu? Kecha 1 kunlik qo'zichoq akalar, mana onasi. Endi 1 kunlik bo'lyapti. Onasi qo'zak eng qizig'i. Onasi bolasidan ham yosh. Onasi akalar hali ishimiz bo'lganda, ikki bo'ldi. Chiqdi ikki akalar. Yo'q aka, bitta tuqqandan keyin ikki chiqadi o'zi qo'y. Ha, birinchi tug'ishda ikkita postoyanniy bo'ladi. Qo'ylar ro'sa tanishtirib o'tib ketamiz. Bizda xotirjamlik. Voy mashalloh. Mana janavar qarang akalar. Mana shu qo'ylar ham akalar. Qo'yni biz reklama qilmaylik, qo'yimiz o'zini nima qilsin deydi. Qo'zichoq. Birinchi qorin. Bu ham qo'zichoq. Bu ham birinchi qorin. Mana akalar polvonchilar. Bugun xotirjamlik bilan hoji akalarimiz limon choy, qora choyni tayyorlab o'tirib videoni ko'rsinlar, ko'rmasalar qattiq xafa bo'lib dovondan uchib ketib oladigan darajada. Lekin narxlarda xudo xolasa chiroyli qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Gap yo'q. Mana xizmatda to'xtamish yo'q. Mana akalar, birinchi partiyamizga bo'g'oz varianti, plus bolasi ham qo'chqor ona bola. Eng qiziq akalar, bu narx alohida emas. Bitta qilinamizda olib olsam bizda ona bola qilib tuqqandan keyin narxda ustiga qo'shilmaydi. Tug'sa ham, barakadan keyin tug'sa ham, mana shu ikkita tug'adimi, 3 ta tug'adimi, hammasi birdan tug'averadimi? Telefon qilib 2 ming qo'shib berasiz, 3 ming qo'shib berasiz, qo'y sotilmaydi degan gap bo'lmaydi. Bo'g'ozni narx sotildimi? Yangi yilga Abbosxon yangilik bolasini bonus hisobida chiqarib beramiz. Gap yo'q. Xursand bo'lsinlar, aytganim deb yurakdan emas, yurakdan laykni bosib, o'tgan safar laykimiz hech yetmay qoldi. Bu safar ham ko'raylikchi, layk tugmasi obunadan chiqib ketsa, bu yurakdan bo'lolmasizlar hoji aka. Yurakdan bo'lsin, biz xizmatdan to'xtamaymiz. Bonuslar, rebellarni chiqarib beramiz qo'limizda. Akalar, obuna ham bu qo'yinglar, xudo xolasa. Azon qo'ylarni chiqarishga sizlar uchun harakatdamiz. 70 mingga ham ozgina qoldi akalar, biz ham. Xudo xolasa laykdan mita qilaylik, obunani ham akalar 70 mingga olib boraylik. Xo'p aka, bularni endi narxini nech bilan beramiz? Endi eng qiziq joyga keldik. Gap hali nimasi emas, ko'p hoji bomlar ham aytishyapti. Endi gap nimasi emas. Narxini chiroyli qilib chiqarib beraylik. Xursand bo'lib, shunday aloqaga chiqsalar, akamdan shay bosgan pulni oladigan vaziyat qilamiz. Narxi 5 milliondan emas. Hop. Abbosxon vaqti g'animat deydi, doim aytgandek chiroyli qilib chiqarib beray. 5 milliondan 4 million 800 bor. Bir joyda hoji bomlar so'rasizlar, aloqaga birinchi partiyadan aytganimdek qora choyda akamlar tayyorlab olib, aloqaga chiqsalar 4 million 700 dan emas. 4 million 600 dan emas. Laykni bosib tursinlar, otangga rahmat deb qo'ysinlar, 4,5 milliondan chiqarib beradi. Barakasini bersin. 4 million 500 mingdan. Ona bola.
4,5 ga mana o'zi bonus birinchi partiyadan boshlaylik. 4,5 milliondan bir joyda olaman degan akamlarga. 4,5 ga akalar ona bola ham ketaveradi, bo'g'azi ham ketaveradi. Eng muhimi yosh. 1 yil, 2 yil emas. Ko'p yillar bolasini olsalaring bo'ladi. Obunachilar tavsiya qilamiz bo'lmasa. Like bosib, negativ yozgan akamlar o'zi pul beradigan darajada chiqarib beraman. gap yo'q. Akalar kamin. Rahmat deb yozishdan chiqmasin. Gap yo'q. Akalar bo'lmasa biz ikkinchi partiyamizga o'tamiz. Tirs like bosib turamiz. Obunachilar, qaranglar, lekin bunaqasi bo'lmagan. Egizak, akalar. Narx sinadi. Egizak, yakkalik ona bola, 4 ta bo'g'oz, ana o'zini yakka qilyapmiz ekan, mana. Bolalar akalar onasi yetib olgan. Bolalar onasi yetib olgan. Bolasi qo'shqar so'limi ya? Qo'shqar so'li. Bunisi qo'chqor ekan akalar. Qaranglar-da. Akalar telefonda akalar maslahatim shuni telefonda nomerni yaqinlatib olib beravering, bag'ada meni ajratib qo'ydi. Soniga mana bu yili o'zi ajrab oldi. Egiz. Yaxshi bo'ldi bu egizak. Bunisi ona bola, qo'chqor bolasi. Nariga ham mana. Bu ham egiz tug'adigan qo'yishlik-ku. Egizak deb berishdi. Shuncha ajratib qo'ydim, endi ko'ryapsizlar hammasi bitta. Akalar mana bu ham yaqin bo'g'az, qorin ikkita marta yerim turibdi akalar. Bu yerda yoshlarimiz. Birinchi tug'ishdan bo'g'oz bo'ladi. Ikkitasi, birinchi tug'ish, bunisi kattaroq kerak. Uchinchi tug'ish xudo xolasa. Aka endi bularni negativlar bugun kerak emas bizga, faqat otingga rahmat degan gaplar kerak. Bir marta aytadi. Ha, bir marta bola qaytib bo'lmaydi deydi mana. Qizichoq. Qo'choq. Mana bunisi. Bu ham qizichoq. Birinchisi kattalar akalar. Birinchi partiyamizda yiriroq, 4,5 dan qo'yamiz, yiriroq akalar mana. Aka ham so'raman, uni telefon qilsa xayri bor birinchi partiyamizda. Xayri bugun qilamiz. Yana o'sha birinchi partiyaga yetyapman, bugun sensatsiya bomba qilamiz degan joylar bo'ladi, yangiliklar. O'ta beraveramiz, yana 100 ming 50 mingdan xayrilar qilaveramiz. Qirto'danaga boradi. Gap yo'q. Akalar bular emas, birinchi partiya. Bularning narxini endi kelishamiz. Bularning narxini ham o'ta chiroyli qilib chiqarib beramiz. Ketganimda hoji bomlar bitta qilganda barakasini beriroq qilib beramiz. Gap yo'q. Aka bularning endi narxini ayting. Narximi? Narx aka. Narxi bir joyda olaman degan akamlar telefon qilsinlar. Ikkita bola to'rtta bo'g'ozini uka chiqarib bersinlar. 6 million ham yo'q. 5 million 800 dan yetkazib olib borib beraveraman. Lakkasi tashlab bersalar bo'ldi. 5,5 dan aka? 5,5 dan. Egizak qo'y 5,5 dan. Egizin. O'tkazib olib chiqarganlik telefon qilishtirib. Yo'q, bizda partiya chiqaramizda, keyin tanlab olishga plus-minuslarni yetib. Akalar, qaranglar, optim degan yer turibdi. Optim ya. Tildan chiqqan gapsi 5,8 optim. Endi egizakni 5,8 bermaydi akalar. O'zi ham tushuninglar endi. Men talab kanalini so'rasam aytyapman, bugun like bosib akamlar ekrandan chiqib ketsin, bu yerdan bo'lmasin, yuraydan bo'lsin, bag'ini qisqa qilib videolarni o'zim ham yomon ko'raman. Uzoq reklamani. Ikkita egizak. Narxi o'sha Labis otangga rahmat, kommentariy ham bugun to'ldirsinlar, ikkovimizni ham barakasini bersin. 5,5 million berdi. Bo'ldi, og'zidan chiqdi, barakasini bersin. Qo'shgan gap chiqmaydi bugun. 5,5. Mana akalar qaranglar. Mana o'tdi mashina ajatelikda o'zini. Akalar mana, xudo xolasa narxlari juda ham chiroyli bo'ldi. Obunachilar, lekin zo'r bo'ldi qaranglar. 5,5 millionga egiz qo'y ko'rganmiz akalar. 5,5 millionga mana. Bolalar qo'chqor so'g'liq akalar, so'g'liq ham emas. Onasi ham akalar xudo xolasa yaxshi narsa ekan. Ikkita qo'ydi boqqanda janovar. 5,5 ming akalar. Like taslatib bosmasangiz uyat bo'ladi. Xudo xolasa. Qorasi bo'sh akamlar puli chayn bosayotgan kim turgan akamlar olsam bersa Akbarjon aloqaga chiqadigan kunda chiqarib beramiz. Videomiz bir-biriga o'xshamaydi. Aka egizak o'zini so'rasa ham berasa, telefon qilsa, aloqaga chiqsalar bitta qo'ydi o'zini ham kelishaveraman. Hammasini narx-navosi bor, plus minusi bor. Bir joyda omma uka 5,5 millionda shuni yetkazib kelib, lakasini tashlab bersinlar, yetkazib oladi. Optim 5,5 dan akalar telefon qilgan insonga xudo xolasa cho'la o'tib xayr qilib beradilar, lekin tanlab olishga emas. Tanlab olishning plus minuslari bor. Holatga qarab. Telefon qilaverasiz akalar, bizlar hali zo'r qo'ylarimiz oldinda biz keyingi partiyamizga o'tamiz. Hurmatli obunachilar, qo'ylarni qo'chqorlari haqiqiy akalar pul eng qulay yeriga akalar. Nima deydi? Qurbonlik oyiga hurmatli obunachilar zo'r foyda qiladigan o'zi asli hozir bulardan olib, bizga apsazda foydasi bag'dan chiqarib beraman deyapti akalar. Lakni tasbos qo'yamiz. Barra qo'zini ham akalar. Mindirog'ini akalar 3,5 3 million 300 qo'yishyapti akalar. Barra qo'zichoqni ham. U bunday bo'lishga 5 oy bor akalar. Men akalar bunga ishonib gapiryapman. Haqiqatan pul arzon akalar. Haqiqatan pul akamizda qimmat qo'y
chiqmaydi. Endi o'tgan safargi ayblarni ancha yuyapti hozir. Ilk partiyani ancha yuvdi hozir. Ya endi aytamanu doim aytib o'tganimdek, hojibomlar aloqaga chiqishda o'g'lim, qo'yinglar ham muhim videoyini ko'ray, shu yetar ishlar. Bizga duo qilsinlar, barakasini bersin. Aytganda qo'rasi bo'sh akalarimiz olib xursand bo'lsinlar. Bugun aytganda o'sha Nekatibchi akamlardan pulni tayinlab tursin. degan gapim esimdan chiqmaydi. Narxlari har xil. Narxini o'ta chiroyli qilib chiqarib beramiz. Xudo barakasini bersin. Kommentariyani otangga rahmat deb to'ldirib, laykni bossinlar, bu yerdan emas, bu yerdan qo'ydi narxinimi? O'ta chiroyli chiqarib beramiz. Qanchadan aka mana? Bulardimi? Bu aka qarang. Siz aytdingizki, olib borsa, xotirjam maqtab gapirib, men sizni uyaltirib qo'yman, deyapsiz aka. Yo'q, xotirjam men gapirdim. Shart emas, siz ham gapirish shart emas. O'zi bag'idan ma'lum. Bir joyda so'ragan akamlarga 14,5 ga berib yuboraman. Bo'ladimi? Qancha oladi unda? 3 million 600 ming so'mdan. Qo'tchaqda puli, sog'liq nima bor aka? Tekis 3,5 dan qilaylik aka. Bugun halingda oldiningiz yo'q. Bugun oladigan kunim bugun aylaqa qilishmasin. Bundayda mayli hojibomlar tilga olib gapiryapman, barakani barini qisqa qilganimiz yaxshi. Duo qilib o'tirsinlar. Aka, qarang. Hojibomlar yotib berdi. Yana bitta gap, qarang yo'q, siz eshiting faqat. Yana 300 mingdan Hoji akarimlar yotib berib, aloqaga chiqsinlar, ishlar bitadi. Aytganingiz 3,5 milliondan 14 millionga. Barakasini bersin. Ha, aka, qarang. Akamlar aka, qarang, haqiqatan hojibolar faqat deshatolar ham bor aka. Xalqimiz deylik. Negatibchilar yetib beramiz. Xalqimiz uchun xizmatdamiz. Xalqqa buni e'lon qildik. 3,5 milliondan mana. Endi akalar, Orasi bo'sh akamlar olmasa xafa bo'laman. aka-ukalarimizga hammamizga tavsiya qilyaptilar akalar. Qattiq xafa bo'laman. Tavsiya qilib bakti bosamiz akalar. Undan keyin partiyamizga haqiqiy liderlar ham bor akalar. Bu masalada biz keyin partiyamizga o'tiramiz. Xalq uchun xizmatdamiz biz. Hoji akamiz uchun ham, akamiz uchun ham bizda to'xtalish yo'q. Aytganimdek, rebellar shu akamlarga deb chiqarib beryapmiz-ku. Negativchilar bilan e'tibor berish yo'q. Barakasini bersin. Akalar, so'nggi partiyamizga ham yetib keldik. Mana qo'yma bu, tuyami bu degan akalarimizga yergi variantlarini xudo xolasa yetib keldi mana. Polvonliklari zo'r. Xudo xolasa qo'yimiz. Bo'g'oz ekan aka bu ham. Bo'g'oz so'roq. Yelini bilinib qolgan bo'g'oz. Kellalari ham chiroyli. Bundan bitta emas, 3-4 ta kelar bundan. Xudo xolasa ham yaxshi narsa ekan. Rahlarni xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib, olib borib beradilar akamiz. Polvon yirik qo'ylarga qiziqadigan akalarimizga, xudo xolasa hoji akalarimizga tavsiya qilamiz. Ko'p so'lmading, bo'yini nima qilmading, yakamlar chiqmasdilar. Xudo xolasa barakasini beringlar qiladi. Ishlariga Ikkishdan to'rtishga o'tgan akalar. Mana janob. Boshdan oxir partiyaga ikkasi o'ta chiroyli qilib laykni bosib, xalqimiz xizmatidan to'xtash yo'q bizda. Qo'llab-quvvat sizlaring bo'ldi akalar. Qo'llab-quvvatlash sizlaringdan chiqmasin. Doim e'tibor ketaman. Hali aytganimdek, hoji akamlar olsin, hoji akamlar. Yo'q, xalq uchun olsin, bizlar Abbosxon doim gapira ketaman. Akalarimiz aytishyapti. Yo'q, unaqa emas. O'zimiz ham qo'shakir insonmiz, hammamiz ham prosta xalqimizda O'zbekistonda hojiga bormagan insonni o'zi qolmasin. Hamma akamiz borsinlar, shundan xursandman. Yaxshi niyat niyatda e'tibor ketamiz hoji akamlar deb. Lekin xalqimizda bormagan, safar ko'rmagan odamni o'zi qolmasin. Bizga ham borish nasib qilsin, hammamizga borib nasib qilsin. Ilohim. To'g'ri. Endi bu gap tagida gap bor-da akalar. Yo'q, shu hali ko'p o'tgan sabab eslab akamlar yo'q, unaqa emas. O'zimizga olsa, o'zimiz bir qatorida. Hamma bir biz uchun teng deyaptilar akalar, xudo xolasa. Xo'p aka, bular xalqda nima deydi? 5 qo'l barobar basob bos. To'g'ri. Aka, endi bularni qiziq narx to'rrovini bitta olaman desa. Shuncha gapimiz bor, aytganman, tilimdan og'izdan chiqqan gap tilimizga javob qilishimiz kerak, Abbosxon. Hop. To'g'ri javobi bor. Janovorlarda Quyuq suyuq aka. bir joyda olaman degan akamlar to'rov qo'ydi, yetkazib ber, Akbarjon degan akamlar chiqarib beraman. Janovorlar 31 millionga chiqarib beraman. Bo'laverami Abbosxon? 31 million bo'lsa qanchadan bo'ladi? Donaga 8 milliondan ham bor. Mana o'zimda lekin 1000 so'm nima deydi, dollarga tushunmayman. 12 million, 13 million so'rasalar ham unaqa qilish yo'q. Aka, qarang. Bir joyda olaman. 31 degan narsa biri xunuk qilib turibdi aka. Biri xunuk qilib turibdi. Ha, 30 million bo'lsa, 30 million desa chalot eshitilyapti. Samolyotdan kelgan odam ham 1 million o'tib bera olmaydi-yu. Lekin mardligimiz bu yerda Akbarjon arzonchi qayerda qoldi degan akamlar xafa bo'lishmasin. Hoji akamlar ham laykni bossinlar. Laykni bosmagan akamlardan qattiq xafaman. 30 millionga barakasini beraman. Yana aloqaga chiqsalar, xayrini ham qilib beramiz. Barakasini bersa, 7,5 milliondan deyapti. 7,5 milliondan donaga. Kommentariyaga senga rahmatni to'ldirib qo'yish esdan chiqmasinlar bizda. Buyuraydan bas.
yuraydan bo'ladi. Lekin Tavsiya narxi mana qilamiz. 7,5 milliondan shuni sotib olishadi. Bittada akalar. Endi buni o'zi 12 millionga alohida chiqarib yuborishadi, ag'ib bonus. Bu 12 million o'ziga turadi. 1000 dollar ekanda akalar. Mana akalar, xudo xohlasa, lekin to'g'ri bundan odam yutadi, bittadan tug'ib bersa ham yaxshi qo'yib tug'ib beradi. Xudo xohlasa o'ziga o'xshagan. Akalar tavsiya qilamiz. Like bosib qo'yish, podpiska bosib qo'yish akalar, esdan chiqmasin. Endi bizni to'g'ri majbur emaslar, lekin xursand bo'lib qolamiz akalar. Biz xursand, sizlar uchun to'xtalish yo'q. Xafa bo'lmaylik. Biz ham sizlarni xursand qilamiz. Aytganimdek, xalq uchun xizmatda to'xtalish yo'q. Bunaqa rebellardan har kuni chiqarib beraylik. Like bosib esdan chiqmasin akalar, sog' va salomat bo'lasizlar.